Manam Faridaga o'xshab bo'yingiz past ekan demayman. Bu normalniy. Balki bu taqdirdir. Yo'q, Kayfiyat qalay? yaxshi. A'lo. O'qiydiganlar degan daftar kitob ko'chirasiz. Yo'q, bugun O'zbekiston bunyodkori gazetasi kelganda podarka qilib berdi, yaxshi intervyu olganim uchun. Padarka qilib berdi, bu endi uyda yotadi chang bosib. Yo'q, o'qib chiqmoqchiman. Rostdan? Voy, tavba qildim, nega kuladilar? Xo'p, nima demoqchisiz? Qanaqa savol beraman? Ilon yugurar ekan degan gap eshitganmizda, shunaqa gapdan bo'ldi. Aha, 4 oyog'im bor. Yo'q. Anakondami, kobrami bu? Eng kattasi qaysi biri bo'lsa, pitonmi? O'sha. Mayli, ko'rdinglarmi? Yamlamay yutar ekan, qadrli yurtdoshlar. Ismingiz nima? Gulsevar. Gulsevar. O'zi rostdan Gulsevarmi, Pulsevarmi? Pul sevaram, gul sevaram. Qaysini ko'proq sevar? Puldi. Pul. Mana qarang, mana hayotingiz mana endi boshlanyapti. Mana 20 yoshga endi boryapsiz, 18, to'g'rimi? Nima qilasiz buncha pul? Yaqinda 19 ga kirdim. Nima qilasiz buncha pulni? Ko'p pulga kiyim olish. Har kuni almashtirib, har xil qilib kiyish. Sumkani kiyimga mos, sumkani oyoqqa mos. Muncha молодецmi? Shunaqada endi qizlarning dardi shu-ku. Xudo xolasa, agar siz bu ketishingiz bo'lsa, bu yillarga yerga beramiz, xudo xolasa. Yo'q. Dadam 4 yil o'qiysan, magistram o'qiysan deganlar. U yolg'on.